bitta bo'ldi. Uka, o'shda to'z vashcha zo'r bo'ldi. Rahmat aka, bu ham zo'r bo'ldi, hozir ko'rsatmayman. Endi uyga kirishdan endi bekor kirmay, kelin bolang narsa olish kerak, tanishlar bormi aka? Uka, xonim bor. O'sh bo'yicha nomerading podarka sotish bo'yicha. O'sha yoqqa olib boraman. Unday bo'lsa aka, erta kunda kech chiqmasdan tezroq borib, uydagilardan xursand qilib berib, uydagilarga narsa olib kerakli bo'lsa. Ketdingmi aka? Ketdik unda. Mol keldik aka. Assalomu alaykum. Hormay. Kelsin, akajonim. Tinchmisiz? Yaxshi, rahmat. Ukam bugun uylandi. Zo'r podarkalarni ko'rsating. Bizga xudo xolasa juda zo'r podarkalarimiz bor. Ota-onaga, keliniga hamma yoq podarka qilib beramiz. Ketding. Rahmat. Aka, mana rahmat, sog' bo'ling.